Shunaqa yetik bo'g'izlardan. Assalomu alaykum. Bizni muntazam kuzatib boruvchi aka va obunachilar, xudo xolasa bugunga bir dona bo'g'oz, ikkita to'g'liq o'zimiz yetkib qoldi. Mana o'z bo'g'oz taglari ham nah bilan yotibdi mana janob. Arashan zot Edilboy, kashdan zotdan hammadan bor obunachilar, mana ko'rib ko'rasizlar. Yurish, dumba, vazres, kalla, quloq hamma yo'g'i kelgan. Xudo xolasa bittadan like deb bosib, kommentariyaga otdanga rahmat deb qo'llab-quvvatlab tursalar, yana biz videolarni qo'yishda davom etamiz. Xudo xolasa mana shunaqa bo'g'ozlardan keldi. Mana kalladim va hamma yo'q. Bundan bari ko'hlamga tashab qo'yib, kuziga tabaq bo'ladi. Arzon puldan olib, normalniy puldan sotadigan payti keldi hojakalar mana. Bittadan like deb bosib, kommentariyaga yaxshi fikrlar qoldirib tursalar, qo'ylar 4 milliondan pasida qo'yib beraman. Yeb ichishlariga bizda bir hafta bo'lmaydi, 10 kun bo'ladi. Shunaqa dumbalar. So'kilamda o'lsekin halaqdi. Qorasini qulog'i ham 18 chiyar. 3 oy 4 oylik qo'z. 4 oy 5 oylik qo'z. Mana janob. Gapga 4 milliondan pasta qo'yib beraman dedi. 3 million 900 ming so'mdan ketaveradi Toshkentgacha dastavkasi ichida. Ekran betidagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Sog' va salomat bo'linglar. Videolarimizda xato va kamchilik bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolamiz. Mana janob. Yana bir bor.